Xizmatini o'tab bo'lgan eskirgan avtomobillar O'zbekistonda nima bo'lishini to'g'risi bilmayman. Biladiganlar bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Mana masalan o'sha muddati o'tgan ma'lum bir uni ro'yxatdan chiqarish vaqti kelgan avtomobillar ba'zida shunaqa xabarlar kelib qoladi, Telegram orqali internetda bo'ladi. Mana shu yilgacha qaysidir ma'lum bir yilgacha bo'lgan avtomobillar keyingi yildan ko'chalarga chiqarilmas ekan degan xabarlar keladi. O'shunaqa avtomobillar keyin nima bo'lishini men to'g'risi bilmayman. Biladiganlar, shu sohaga qiziqqanlar yoki shu bo'yicha tajribasi xabari borlar shu kommentariyada yozsalar juda ham yaxshi bo'lardi. Amerika Qo'shma Shtatlarida shunaqa avtomobillar bilan nima bo'lishi oxirgi manzili haqidagi oxirgi o'sha avtomobillarni eng keladigan oxirgi manzili bo'yicha bir joyi topdim. Bugungi videomiz mana shu joyda bo'ladi. Juda ham qiziqarli, ayniqsa avtomobil ishqibozlari uchun. Oxirgi manzilga keladigan avtomobillar haqidagi video. Buni qanaqadir ma'noda avtomobillar qabristoni deyish mumkin. To'g'ri ma'noda ham haqiqatan ham avtomobillar qabristoni. Hozir bir tezgina aylanib chiqdim. O'sha oxirgi kunini yashayotgan yoki oxirgi kunida turgan avtomobillarni juda ko'pini ko'rdim. Hozir o'sha joyga sayohat qilamiz. Mana kirishdayoq, kirgandayoq avtomobillar o'sha sotsa bo'ladigan, ishini ishlatsa ozgina xizmatga yaraydigan avtomobillarni qo'yib qo'yishgan. Boshlang'ich o'sha kirish joyida. Mana bu mashinani ko'rishimiz mumkin. Avtomobil bu Honda ekan. Honda Civic. Mana ko'rinishidan bir yaxshigina avtomobilga o'xshaydi. Hujjatlari ham bo'lishi kerak menimcha buni. Ko'rinishidan 2010-yillardan keyin ishlab chiqarilgan bo'lsa kerak. Hozir ko'ramiz. Demak 2015-yilda ishlab chiqarilgan ekan. 2015-yilda ishlab chiqarilgan ekan. Honda Civic 162.932 mil yurgan ekan. Bu kilometrda 250 ming kilometr atrofida bo'lsa kerak. Narxi 2995. $5 kam, $3000. Mana shu avtomobil 2015-yilda chiqqan avtomobil uchun bu menimcha juda ham yomon narx bo'lmasa kerak. Endi hujjatlarni endi bulardan so'rab ko'rish kerak. Hozirgi vaqtda qanaqa hujjatlari bor? Mana bu tomonda Mazda 6 ni ko'rishimiz mumkin. Mazda 6. Demak, Mazda 6 ko'rinishdan chiroylikgina mashinaga o'xshayapti. Narx-navosi lekin yonida yo'q. Bu hold deb yozib qo'yibdi, balki sotilgan bo'lsa kerak menimcha. Hold degani demak ushlab turish degani, demak sotilgan avtomobillar vaqtincha ushlab turgan bo'lishi mumkin. Mana bu yerda bu qanaqa avtomobil bo'lishi mumkin? Bu 2009-yilda ishlab chiqarilgan ekan Dodge. Bu Amerikani avtomobil kompaniyasi Charger 223.634 mil yurgan ekan. 2795. Bu $2800. $2800 mana shu avtomobil uchun. Mana bu yerda bo'lsa Ford F150 degan model 2008-yilda ishlab chiqarilgan. 2008-yilda $4000, 5 kam $4000. Ko'rinishi yomon emas, ko'rinishi o'sha Texasda haydab yuradigan truck. Texasda juda ham sevib haydaydigan truck. Ko'rinishi ham juda ham yaxshi, holati yaxshi. Narxi $4000 mana. Bu tomonda bu demak o'sha hold, demak bu sotilgan ekan. Mana bu ham hold, demak sotilgan o'sha menimcha o'sha men tushunishim bo'yicha hold sotilgan narsani vaqtincha shu mana shu maydonda ushlab turishibdi deb tushundim. Yana qanaqaligini biladiganlar yozib olishinglar mumkin. Civic mana ekan, juda ham chiroyli ekan. Menga yoqdi masalan. Ko'rinishidan kompaktni Honda avtomobillari endi yaxshi avtomobillar hammasi menimcha agar yursa, lekin aytibdi sotib oluvchilar uchun qanaqadir ma'lumot debdi. Demak, shu bo'yicha sotilar ekan, turishi bo'yicha sotiladi debdi. Hech qanaqangi men bu yerdagi salonni yoki men bu joyi otini Junkyard deyishadi. Junkyard amerikaliklar, ya'ni
o'sha jang degani o'sha oxirgi jang endi har xil tarjima qilinadi. Yard degani maydon, endi o'sha oxirgi avtomobillarni eng oxirgi kuni bo'yicha kelgan avtomobillarni saqlash maydoni. Jang yarda jangni axlat deb tarjima qilish mumkin, lekin jang bu yerda o'sha keraksiz bo'lgan avtomobillarni maydoni. Ya'ni keraksiz shu maydonni egalari hech qanaqangi bunga garantiya berishmas ekan. 2015-yilda chiqqan, hamma narsasi bor deyapti menimcha. Qisqasi bu yerda garantiya berilmas ekan, shu holatda sotilar ekan bo'ldi. Bu $3000 sanab olib chiqib ketganingizdan keyin agar yo'lda biror narsa bo'lib qoladigan bo'lsa, manzilga yeta olmasangiz, qaytib kelib bularga qanaqadir shikoyat qilishga o'rin yo'q. Mana bu yerda trak, yana bitta trak, diskalari juda zo'r. 3495. $3500, $9500. 95-yilda chiqqan ekan, endi bu juda ham sotilishi qiyin ham bo'lsa kerak. Men bu mashinani ham sotilishi qiyin $2495 ga. Mana bu yerdagi 2008-yilda Subaru ekan. 23 ming yurgan ekan xolos. 23 ming mil yurgan ekan xolos. 23 ming mil yurgan ekan xolos. Narxi $1995, $2000. Ko'rinishdan yaxshiginaga o'xshaydi. 2008-yil yilini hisobga olmaganda ko'rinishdan ancha yaxshigina turishi juda ham yaxshiga o'xshaydi. Narxi ham juda arzon, $2000. 2000 Amerika dollariga mana shu avtomobilni minib haydab chiqib ketish mumkin. I'm doing some vlogs. Mana bu tomonda ham har xil Mercedes turibdi mana ekan, $3000 Mercedes. Mercedes endi mana bu yerda 2014-yilda chiqqan Dodge Caravan degani bor ekan, oilaviyga to'g'ri keladi. $1,500 mana $1,500. Unda ham hech qanaqangi garantiya, kafolat yo'q. Avtomobil bir narsa bo'lib qoladigan bo'lsa, hech kim javob bermaydi. Mana bu yerdagi Mercedes-Benz 2008-yilda chiqqan ekan, C-klass ekan, 210 ming milya. 210 ming milya yurgan ekan, $3500 ekan, $3000. $3000 ekan mana. Bu yerga kirish narxi $2 ekan. $2 pul to'lab kirdim hozir men. Menimcha endi $2 ga $2 to'lagandan keyin bu yerga juda ham ko'pchilik hozir avtomobil sotib olish uchun kelishmaydi, lekin bu avtomobillarni sotib olish uchun kelmaydi. Ko'pchilik nima uchun kelishini hozir video davomida ko'ramiz. Eng asosiy kelish maqsadi nimadan iboratligini hozir video davomida ko'ramiz. Bu yerdagi avtomobillarni sotib olish uchun menimcha kamdan kam odam keladi, chunki ko'pchilik kreditga bo'lsa ham yoki pulga bo'lsa ham, naqd pulga o'sha yangiroq avtomobil olishga harakat qiladi. Mana bu yerda Chrysler 2013-yildagi chiqqan modeli bor ekan. 2013-yil 113 ming milya yurgan ekan. $3500 narxi. $3500 narxi ekan mana ekan. Ko'rinishidan endi ozgina nimaga uchragan ekan. Convertible debdi. Convertible degan nima degan? Convertible degani mana tepasi ochiladi. Ochilib, tomi ko'tariladi. Shunaqa. Mana bu avtomobil qanaqaligini tushunmadim. $3500 ekan bu. Mana bu bizga ko'proq mos keladigan Toyota Camry. Toyota Camry bu 2008-yil ekan. Mana 2008-yil Toyota Camry 207 ming milya yurgan ekan, $2695, $2700 ekan. Bu joyning oti, bu joyning nomi BYOT deyilar ekan. BYOT degani mana ekan, hozir ko'rishimiz mumkin. O'sha menga berishdi, kirishda mana ekan, xaritani berishdi, karta berishdi mana ekan. Karta qayerga borish kerak? Bu yerga borsangiz mana ekan. Hozir biz turgan joy Trucks degan mana bu qismda turibmiz menimcha. Hali u yerga yetib bormadik. Mana customer parking, demak truck, SUV mana 11 da turibmiz menimcha. Shu atroflarga yetib kelmadik hali. Yana yursak bu yerda ko'proq o'sha katta trucklarga boramiz. Bu yerda General Motors, import avtomobillar, mana yerda Ford bor ekan. Mana bu joyning nomi BYOT deyiladi.
Ya'ni pastda yozib qo'yibdi bring your own tools and pull your own parts. Ya'ni o'zingizni ish qurolingizni olib keling va kerakli jihozlarni, kerakli qismlarni o'zingiz olib oling degan joyga o'xshaydi. Tarjima qiladigan bo'lsak, juda ham ko'p odamlar o'sha kerakli joyga kelib, hozir o'sha qismiga o'tamiz. Avtomobillar qabristoniga, haqiqiy qabristonga o'tamiz. Bu o'sha qabristondan oldingi joy. Oxirgi manzilga yetishga oz qolgan, oxirgi nima deydi, egasiga yetishini umid qilib yotgan avtomobillar turadigan joy. Lekin oxirgi manzildan boshqa iloji qolmagan haqiqiy qabristonga borgan avtomobillarga hozir bularni ko'rib bo'lgandan keyin boramiz. Demak, Toyota Camry 2008-yilda ishlab chiqarilgan, juda ham yaxshi model bo'lsa kerak. 2008-yildagi bu ham ko'rinishi ham yaxshi. Juda ko'pchilik buni yaqingacha haydashadi. 2700 Amerika AQSh dollari. 2700 AQSh dollari shu avtomobilga. Kommentariyada yozingchi, bu qanaqa, yaxshimi yoki arziydimi, arzimaydimi bu pulga? Nima deb o'ylaysiz? Mana bu yerda kattaroq hajmdagi avtomobillar. Bu nima ekan? Bu demak Chevrolet Tahoe ekan. Chevrolet Tahoe 2012-yilda ishlab chiqarilgan Chevrolet Tahoe 2012da chiqqan, 200 ming milya. U degani 320 ming kilometr yurgan, 6 ming dollar ekan. Mana 6 ming dollar. Umumiy ko'rinishi mana bunaqa, urilgan joylari yo'q o'xshaydi menimcha. Prosta shunchaki eskirgani uchunmi tashab ketishgan, bu yerga olib kelishgan. Mana Toyota'mizga yozib qo'yishibdi, Toyota Camry hozir ko'rganimizga mana ekan. Hattoki xunuk avtomobillarga ham uy kerak, ya'ni tezroq sotmoqchiman, sotilishni xohlayman degan ma'nodagi so'z yozib qo'yishibdi. Endi hazillashib yozishgan. Bunaqa yozuvlarni yaxshi ko'rishadi amerikaliklar. Mana bu yerda 2008-yilda ishlab chiqarilgan Chevrolet Suburban 175 ming milya yurgan ekan. 2495, 2500 dollar mana. 2500 dollar ekan. 2008-yilda ishlab chiqarilgan Suburban. Mana juda ham katta avtomobil ekan. Hajmi katta, oilaviy bo'lsa kerak, oilaviyga mos kelishi kerak bu. Mana qayerda ko'rdim men? Qayerdadir. Demak, buni ko'rdik. Buni ham ko'rdik. Bu ham Toyota ekan. Mana Toyota, bu Toyota Pradoga o'xshagan avtomobil ekan shekilli, menimcha. Runs deb qo'yibdi. Demak, yuradi deb qo'yibdi bu. Shu avtomobil yuradi hozir. Haydasangiz yurib ketaveradi. Ichi ham ochilar ekan. Mana ichi ochilish mumkin. Ichi endi juda aniq holatda turibdi. Juda nima holatda turibdi, hozir ko'ramiz. Bu demak Toyota Sequoia. Bu bunaqa avtomobilni birinchi marta ko'rishim. 2002-yilda chiqarilgan ekan. U ancha eskiribdi. 250 ming milya yurgan. 2395. 2400, lekin mana bu sideniyalari qanaqadir ma'noda toza, rangi, ko'rinishi boshqacha bo'lsa ham ichini tozalagan buni. Tozalashgan. Bu yerda 1-2 oilaviyga to'g'ri keladigan avtomobil. Bu yerda ko'proq odam o'tira oladigan, ko'proq odam sig'ar ekan. Orqada 2 ta, bu tomonda 3 ta bo'lsa, 5 ta 7 kishilik ekan, 7 kishilik. 2002-yilda ishlab chiqarilgan Toyota shu nimasi, внедорожниги 2400 dollarga arziydimi? Avtomobilni yaxshi tushunadigan, avtomobil sohasida yaxshi tajribaga ega akalarimizdan so'raymiz. Bu pulga arziydimi? Qanchalik darajada arziydi? Mana Toyota'ni ko'rishimiz mumkin. Toyota Camry'ni ham ko'radigan bo'lsak boyaga. Buni ham ichi endi bir ahvolda. Buni bir almashtirish kerak bo'lishi mumkin. Sideniyalaridagi, o'tirg'ichlaridagi g'iloflarini, avtomat korobka endi 2008-yilda ishlab chiqarilgan, bu 17 yil bo'lyapti, 17 yoshdagi avtomobil. Bu albatta endi hamma tomonlari bor ekan, eshiklari, derazalari, oynalari, hamma tomoni bor. Saloni endi juda ham bir ahvol emas, saloni juda yomon deb bo'lmaydi. Menimcha mana endi ancha yomon ekan, lekin almashtirish kerak-da. Mana bu sideniyasidagi, o'tirg'ichlaridagi g'iloflarni qo'ydirish kerak bo'ladi. Tagiga poliklarni yangi solish kerak bo'ladi. Va mana ekan Texas A&M universitetiga borgan qanaqadir talabaniki bo'lishi mumkin. O'sha universitetda o'qib yopishtirgan ekan stikerni. Mana
2700 dollar 2008-yildagi Toyota Camry avtomobili. O'zingizlarning fikrlaringizni bildiringlar. Qanchalik darajada bu o'sha pulga arziydi. Endi men shunchaki Toyota Camry'ga ko'proq e'tibor berayotganim sababi Toyota avtomobillari menga yoqadi, hammamizga ham yoqadi. Yapon avtomobillari, mana bu yerdagi Toyota ham, bu yerdagi Toyota ham. Qanaqadir ma'noda o'zbekbop, o'zimizbop avtomobillar, ko'p yil xizmat qiladigan avtomobillar. Shuning uchun endi bunga alohida e'tibor berishga harakat qilyapman. Va bu tomondagi mana bu demak Fordga, mana bu yerda Ford, mana bunday katta hajmdagi avtomobillarga qiziqadiganlarga ham bular qiziq bo'lishi mumkin. Mana bu yerda buni narxini endi qanaqa ekan bu yozilmabdi ham Ford. Mana bu tomonda o'sha Amerikaning avtomobillari ekan, amerikanskiy avtomobillar 1000, mana ekan 1995, 2000 dollar mana ekan, 2000 dollar. Chrysler'niki ekan, Pacifica degan avtomobil 170 ming milya atrofida yurgan. Endi qanaqadir dalaga haydaydigan bo'lsa, endi bu yerda fermerlar ko'proq trak haydaydi, trak oladi. U tomonda turgan birinchida ko'rgan traklarimizga o'xshaganini olishi mumkin, lekin buni endi buni ham egalari chiqadi. Endi kimlardir qiziqib olishi mumkin. Mana bu yerda menimcha Acura bo'lsa kerak. Acura avtomobili Acura ekan, Acura Rox degan ekan, 2008-yilda chiqqan. 2300 dollar ekan. 2300 AQSh dollar ekan. Bu tomondagi bu qanaqa mashina? Bu Cadillac ekan. 2009-yil. 2009-yil Cadillac CTS. 191 ming milya yurgan ekan, 2800 dollar ekan buni narxi. Mana 2800 dollar narxi ekan. Mana ekan bu yerda Jeep bor ekan. Jeep mana. Jeep Liberty degan ekan, 2007-yilda chiqarilgan, 2007-yilda ishlab chiqilgan. Narxi 2195, 2200 dollar ekan. Mana 2200 dollar pul bo'lsa, mana shu Jeepni bemalol haydab olib chiqib ketish mumkin. Hozir o'zida bo'lsa kerak menimcha. Bugunning o'zida hozir o'zida olib chiqib ketish mumkin mana ekan Jeep. Ko'rinishi unaqa chirigan yoki to'kilib ketgan joylari yo'q ko'rinishda. Mana bu oldingi bamferi endi bu bo'ladi, bu plastmassali narsa, hisobga o'tmaydi deyishadi juda ko'p avtomobilshunoslarimiz. Bu avtomobillar qismi anaqasi nima deydi, narxiga kirmaydi degan gap so'z bor. Hozir bitta narsani aytmoqchiman. Meni eshitishim bo'yicha o'sha Qirg'izistonga Amerikadan shunaqangi jangkarlardan juda ham ko'p avtomobillarni olib borishar ekan. Juda ham ko'p avtomobillarni olib borib, o'zi alohida shunaqa kanal bor ekan, o'sha Amerikadan odamlar bor ekan, biznesmenlar Amerikadan to'g'ridan to'g'ri Qirg'izistonga avtomobillarni tortishar ekan, mana shu yerdan shunaqa joylardan arzonga olib borib sotishar ekan. O'shanga bular ham qaysidirlari sekin-sekin borib Qirg'izistonga borib qolish ehtimolligi ham mumkin bo'lsa kerak. Endi men eshitgan gapim, lekin aniq bu narsani qanchalik darajada to'g'ri yoki noto'g'riligini bilmadim-ku. Shunaqa deb eshitganman, lekin buni ko'rinishi mana o'sha Qirg'izistonda shunaqa avtomobillar juda ko'p yuradi. O'sha Skolga borganlar, ko'rganlar bo'lishi mumkin yoki ular balki yangisi bo'lishi mumkin. Endi yana bilmadim mana ekan. Howdy deb yozib qo'yibdi. Howdy bu o'sha Texas A&M'dagi salomlashish, rasmiy salomlashish so'zi, iborasi. Demak, bu ham o'sha katta ehtimollik bilan Texas A&M universitetiga borgan odamniki. Mana zapaska ballonlari ham turibdi. Ballonlarini holati ham juda ham yomon emas. Mana Jeep va bu yerda mana Sauber turibdi. O'sha yerga University of Texas in Austin. Austin'dagi Texas universitetini belgisi Longhorns sigirlari, ya'ni uzoq katta shoxli sigirlar bir-birlari bilan doim bular raqobat qilishadi. Texas A&M bilan universitetda Austin'dagi universitet bir-birlari bilan doim raqobat qilishadi. Shuning uchun buni shoxlarini kesib qo'yishgan. Hop, mana menga shu avtomobil yoqib turibdi. Ko'rinishidan juda ham tozaga ham o'xshayapti, holati yaxshi. Mana balonlari umuman yangi ekan bu. Mana oxirgi baloni, mana o'si orqa baloni va mana oldingi baloni ham juda ham yangi hali. Yangi, menimcha deyarli yurmagan ekan. Mana yangi qo'yilgan. Nimaga bunaqa qilib yangi balonni olib kelib qo'yishgan bu yerga, men hayronman. Mana yangi ko'rinishdan ko'rib turibsizlar. Bu tomon balonlari ham bunisiz ozgina ishlagan, bu tomon ham ozgina ishlagan ekan, lekin ko'rinishdan yangi, eshiklari qulflangan. Bu avtomobil ozgina agar avtomobilga qiziquvchi odamlar bo'lsa, bunga ozgina ishlov beradigan bo'lsa, o'zimizdagi sharoit bo'lsa, tasavvur qiling, agar shuni O'zbekistonga olib borish iloji bo'lsa, ozgina bunga ishlov beriladigan bo'lsa, menimcha ko'rinishdan yangi avtomobilga aylanadi.
Bu Nissan ekan. Nissan 2005-yilda chiqqan Xterra degan tur ekan. 225 ming mila yurgan ekan. $2600 narxi bor mana. 2600. Buni ham balonlari qizig'i, yangi balonlari bor ekan mana. Yangi balon qo'yilgan. Balki sotishdan oldin qo'yilgan bo'lsa kerak-da. Mana bu tomon ham balon. Vobshe juda yangi mana. Tishlarning orasidagi orqa balon ham yangi ekan. Juda qiziq. Mana ekan. Bu balon ham juda ham yangi ekan. Mana balonlari yangi. Off-road demak, yo'l tanlamas mashina bu. Yo'l tanlamas. Tepasida yukxonalarigacha bor. Yukxonalari ham bor tepasida. Balonlari yangi, qiziq. Mana Toyota Tundra degan turi 2007-yilda chiqqan ekan. 2007-yil Toyota Tundra 359 ming mila yurgan ekan. 4595, $4600 ekan mana. 4600. 2007-yilda chiqqan Toyota Tundra uchun 4600. Shu Amerika Qo'shma Shtatlarida shu Nissan, Toyota import mashinalar ozgina qimmat yuradi. Amerikaning o'zining avtomobillariga qaraganda. Mana masalan bu hozir 4600 bo'ladigan bo'lsa, mana unda turibdi Dodge turibdi. O'sha Dodge Amerikani brendi. Bu endi yili ham eskiroq ekan, 2001-yilda chiqqan Dodge modeli 1500 ekan. 2600 mana $2000 farqi bor. Endi yil ham katta rol o'ynaydi. Yoki bo'lmasa mana Fordni ko'rishimiz mumkin. Ford 2007-yilda chiqqan, 200 ming mila yurgan. Ko'rinishidan juda ham yangi, juda ham emas, endi ko'rinishidan yomon, juda to'kilib ketganga o'xshamaydi. Normal mashinaga o'xshaydi. Narxi mana $2000, $5 ekan, $2000. 2000 Amerika dollariga mana shu avtomobilni olish mumkin. Mana shunaqa do'stlar. Endi mana bu yerda Nissan bor ekan. Nissan 2015-yildagi Nissan. 10 yoshdagi avtomobil. Armada degan tur ekan. 155 ming mila yurgan ekan. $2500. $2495 mana. $2495, $2500. $2500. Kommentariyada yozinglarchi, bu qanchalik darajada arziydi. Mana ko'rinishidan Nissan, Yaponiyaning mashinasi, xuddi o'sha Toyota Prado'lar bilan raqobatlashadigan bir xil o'sha klassdagi avtomobil. Yo'l tanlamas, bu ham o'sha 4 g'ildirali tortadigan. Va mana bu yerda Tundra, yana o'sha, bunda ham o'sha universitetning belgisi turibdi. Mana Ram mana ekan. Ram 1500 degani turibdi. Buni yili 2009 mi yoki 1995 ekan. Tushib ketibdi-da bu qisqasi buni rosa ishlov ham berilgan ekan. Qo'shimcha modifikatsiyalar qilingan. Mana bu yerda Kia Sorento mana. Kia Sorentoning 2012-yildagi versiyasi. Kia Sorento 2012-yil versiyasi 146 ming mila yurgan, $2495, $2500. $2500. Ko'rinishidan normal turibdi, juda ham yaxshi turibdi mana ekan ko'rinishidan. Tayyorman ko'chaga yurishga, yo'lga chiqishga tayyorman deb turibdi, menimcha. Tayyorman deb turibdi. Hech qanaqangi bir qirilgan yoki uzilib tushgan joylari yo'q. Balonlari ham yangi, yana bir necha sezon ishlashi mumkin. Xo'p, shu Sorento haqidagi fikrlarini izohlarda qoldiringlar. Bu puliga arziydimi yoki narxiga arzimaydimi, ko'rinishi qanaqa deb umuman olganda mana ko'rishimiz mumkin. Bu yerda o'sha haydashga, yana ozgina xizmat qilishga arziydigan avtomobillar, juda ham holati zo'r bo'lmasa ham ma'lum bir miqdorda yaraydigan avtomobillar ko'rdik. Bu yerda 30 ta bordir, balki 40 ta bordir. Bu o'sha bu yerga o'sha junkyardga kirishdagi eng asosiy emas, bu boshlang'ich joydagi juda kichkina qismi deyishimiz mumkin. Eng asosiy tomon hali davom etadi. Eng asosiy tomon mana orqa tomonimda va yon tomonlarida turibdi. Bu umumiy maydonning bir 10% qismi deyishimiz mumkin. Eng asosiy qismi mana ekan bu avtomobillar qabristoni. Mana avtomobillar o'sha tomondan tortib mana bu yerdagi hammasi mana avtomobillar o'zini oxirgi kunlarni kutib yotgan avtomobillar mana ekan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Bu avtomobillar qaytib endi xizmatga yaramaydi. Bular metallolom bo'lishdan boshqa iloji yo'q. Bu yerga
odamlar shu pul to'lab kirib, $2 pul to'lab kirib, xohlagan bring your own tool, ya'ni o'zingizni qurol yarog'ingizni olib keling va xohlagan narsangizni sug'urib oling degan joyi nomi shunaqa kelib, xohlagan narsani sug'urib olish mumkin bu avtomobillarning ichidan. Sizga nimadir kerak bo'ladigan bo'lsa, masalan aytaylik, fara kerak bo'ladigan bo'lsa, uni olish mumkindir balki, eshik kerak bo'ladigan bo'lsa, uni olish. Nimaiki yaraydigan bo'lsa, mana masalan men bu yerda g'ildirak bilan diskas kerak bo'lishi mumkin. Ichkaridagi endi necha qator? 1, 2, 3, 4, 5 qator ichkarigacha kirgan. Endi uni kirishga qo'rqyapman ham to'g'risini aytadigan bo'lsam. Radiator kimga kerak bo'lsa, uni olishi mumkin. Umuman olganda bu avtomobillar o'sha qanaqadir holatda kelgan bu yerga o'sha mana bu avtomobillar sotildi, meni tushunishim bo'yicha. Sotilmasa agar bularni ma'lum bir muddatda bu tomonga olib kelib tashaladi, olib kelib tashalgandan keyin o'sha kerakli odamlar kirib, hozir odamlar ko'rdim, kirib ketishdi, kirib yurishibdi ichkariga, kerakli narsani sug'urib, o'ziga ishlaydigan narsani olib ketishlari mumkin. Mana men bu avtomobil xuddi nimaga o'xshar ekan? McQueen degan ana multfilmdagi uni o'rtog'i Metr degan xuddi o'sha ranglarigacha, ko'rinishigacha, mana bu og'zi ochiq turishigacha o'xshar ekan. Buni umuman motorlargacha sug'urib ketishdi. Endi buni hozir bu yanchilishga, metal bo'lishiga kutib turgan avtomobil bu. Endi g'ildiraklari ham, ballonlari ham buni ishlaydigan narsasi deyarli umuman qolmagan. Shu bilan birgalikda boshqa juda ko'plab avtomobillarni deyarli hech narsasi qolmagan. Bu joy juda ham katta. Har xil turdagi avtomobillar bor bu yerda. O'sha o'zini xizmatini o'tab bo'lgan va deyarli hamma narsasi olib ketilgan. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Ford 350 o'sha traki. Buni oldidagi bamferlardan tortib g'ildiraklargacha menimcha olib ketilgan. Hamma narsasi deyarli butunlay olib ketilgan. Hech narsasi qolmagan buni. Bu avtomobil faqatgina o'sha yanchilib metal bo'lishga yaraydigan avtomobil bo'lib qolgan. Mana bu yerda qatorlarni ko'rishimiz mumkin. Juda ham ayanchli. Oxirgi kunlarni kutib yotgan o'sha mana bu tomonda yanchiladigan joyga kirishni kutib yotgan avtomobillar qabristoni. Mana bu yerda avtomobil qanaqadir avtomobilni yuklab tushirishyapti, buni yuklab olyapti, yuklab olib o'sha yanchishga olib ketishga harakat qilishyapti menimcha. Mana ekan avtomobilni ko'rishimiz mumkin, nimagadir yuklanyapti va yuklab o'sha olib borib tashaladi buni hammasini. Olib borib mana ekan yuklab ballonlarni yechilyapti u tomonda. Qisqasi umuman tayyorgarlik ko'rishyapti. Mana bu yerda bu avtomobilni olib chiqib tashalyapti. Bu vaqtida juda ham chiroyli, juda ham qimmat. Chet eldan keltirilgan import avtomobil bo'lgan. Volkswagen ekan. Volkswagen alga Jok deydimi yoki Volkswagen qanaqadir bir o'sha kichkina turchasi bor, chiroyli. Ayollar ko'proq haydaydigan, juda ham ko'p kinolarda, filmlarda reklama bo'lgan. Mana ko'rishimiz mumkin, hammasini kapotlari ochiq. Bu yerdan kerakli narsasini sug'urib olish uchun ochib qo'yilgan. Odamlar ochgan, shu bo'yicha ochiq bo'yicha tashab ketishgan. Yoki shu yerda ishlaydigan odamlar ochib qo'yishgan. Juda ham ko'p bu yerda avtomobillar, juda ko'p avtomobillar. Umumiy mana shu joyi o'zida bilmadim endi, bir necha ming bo'lsa kerak avtomobil. Bir qatorida 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 20 ta atrofida bor ekan. 20 ta atrofida bo'lsa, bunaqasiga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 ta ekan. Demak, 200 ta mana shu tomonni o'zida, mana shu joy o'zida menimcha 200 ta atrofida mana shunaqa avtomobillar bor. Bu yer haqiqiy mana bu avtomobillar tuzatishi, metallarni qanaqadir ajratib yig'ishi orzu qiladigan yoki yoqtiradigan, shunga havas qiladigan insonlarni joyi ekan deyish mumkin. Mana Shamsiddin o'rtog'im agar bu yerga kelsa, kuniga bir dona avtomobil, kamida bir donadan ham ko'proq avtomobillar yasab, yangisi bir-biridan qovushtirib, bir-birini detallaridan olib, yangi bitta avtomobil chiqarishga kafolat borda umuman olganda. Kamida bir dona avtomobil. Mana bu yerda Hammer 3 ekan. Hammer 3. Bu ham kunini o'tab, hamma hech narsasi qolmabdi. Motorlargacha menimcha olishgan. Kunini o'tab, lekin bir vaqtida bu qanchadir miqdordagi juda katta pul bo'lgan. Juda katta miqdordagi pul bo'lgan bu. Kimlardir olgan buni, yangi salondan olingan, qachondir zavoddan chiqib mana shu holatga kelgan, nimadir bo'lganki, shu joyga keyin oxiri olib kelgan. Menimcha endi
ko'rinishidan umuman kuzovini ko'rinishidan yangi avtomobilga o'xshaydi-da. Yangi avtomobilga hech qanaqangi qirilgan joyi yo'q, zamonaviy avtomobilga o'xshaydi. Ya'ni chirigan joylari ham yo'q. Mana ko'rishimiz mumkin. Yangi turibdi, mana kraskalari ko'chgan joyi ham yo'q. Nimadir bo'lganki, shu yerga kelgan. Shu yerga kelib oxirgi manzilga yetib kelgan. Ya'ni har qanaqangi yangi narsa baribir bir kun kelib eskiradi. Hayot shunaqa. Endi bundan ham bir qanaqadir saboq chiqaradigan bo'lsak, har qanaqangi bizga juda ham yoqadigan, maza qilib, rohat qilib ishlatadigan narsalarimiz bir kun kelib eskiradi, muddatini tugatadi va oxirgi manzilga qarab ketadi. Nafaqat narsalarimiz, buyumlarimiz, balki barchamizning umuman hayotimiz ham, umrimiz ham o'sha bir kun kelib vaqti tugaydi. O'zimizdagi bor umrimizdan oldin o'zimizdagi bor organlarimiz ham vaqti bilan o'zini muddatini o'tab, eskirib, avvalgi qobiliyatlarini yo'qotadi. Endi hayot shunaqa, butun bu dunyo shunaqa. Endi falsafiy fikrlarni bildirmaymiz, lekin bu yerda aytmoqchi bo'lganim mana shu avtomobillar ham qachondir yangi bo'lgan, juda ham yangi bo'lgan, juda ham ko'p yil oldin emas. Qaysidir biri 5 yil oldin bo'lishi mumkin, qaysidir biri 7 yil, 8 yil, 10 yil oldin yangi salondan chiqqan, zavoddan yangi chiqqan bo'lgan, lekin mana bugungi holati mana shu holatga kelib oxirgi o'sha manzilini kutib, oxirgi manzili mana bu yerga borib ko'milishdi, o'sha borib majaqlanib, butunlay avtomobillik holatini yo'qotish va oddiy metal parchasiga aylanishdan iborat. O'shani kutib yotibdi bu yerdagilar. Ungacha kimlardir kelib, hamma kelib kerakli narsasini sug'urib oladi, tortib oladi va shu bilan shunaqa bo'ladi-da. Bu kartamiz, boyagi kartamiz qani ekan? Mana boyagi kartamiz bo'yicha biz hozir mana o'sha Trax degan joydamiz. Trax mana 1.10damiz. O'sha 1.10 degan joydamiz. 1.10 degan joydamiz. Mana bular mashinalar g'ullatib yurib, kerakli joydagi mashinalarni tez olib borib, oxirgi manziliga ishchilar tezroq tarqatishyapti, tezroq buni joylashyapti, tezroq borib ko'mishadi, buni tezroq yo'qotishadi, yo'q qilishadi. Hozir biz yana bu tepa tomonda juda ko'p nimalar bor. Bu o'sha Ford yoki Fordga o'xshagan Amerikada ishlab chiqarilgan avtomobillar. Men bu haligi kattaroq hajmdagi avtomobillarni, sedan emas, buni klass qanaqa bo'ladi bilmadim, mana ekan. Bu yerda ko'rishimiz mumkin, mana avtomobil tayyor bo'lib kelyapti. O'sha vaqti yetgan bo'lish kerak bu avtomobillar. Vaqti yetib kelgan avtomobil. Buni ajratishar ekan, qayergadir olib borib ajratishar ekan. Bu avtomobillar mana ekan, уже tugagan, tugagan. Mana bu avtomobillar vaqtini kutyapti, mana qachon vaqtini kutyapti. Kirish mumkin emas. Bu yerga faqat ishchi xodimlar kirar ekan. Ishchi xodimlar kiradi. Mana bu yerda motorlarni qo'yib qo'yishgan, kimdir balki ishlatmoqchi bo'lgan bo'lishi mumkin. Ishlatish uchun yoki olib ketish uchun qo'ygan bo'lishi mumkin. Mana bu yerda avtomobillar sekin-sekin borib joylanyapti ichiga. Kerakli o'sha joyga borib tushyapti. Kerakli joyga borib tushadi. Yanchiladi, temir parchasiga aylanadi va shu bilan butun nimadan chiqariladi-da endi. Avtomobil emas, u prosta shunchaki metal parchasi bo'lib qoladi. To'xtatmasdan mana avtomobillar yuklanyapti u tomonga, to'xtatmasdan mana yanchilyapti. Yanchilganlardan keyin ana juda ham kuchli kuch bilan, juda ham yuqori bosimdagi kuch bilan o'zi ham qiyshayib ketyapti. O'sha crusher degani o'sha maydalovchi uskuna, maydalovchi texnika, o'zi ham qiyshayib har tomonlarni bu tomonga qilib, mana bitta avtomobilda oxiri yo'q bo'ldi. Ustma-ust bo'lib, metal parchasidan boshqa hech narsa qolmadi. Mana bu avtomobillar hammasi shu narsani kutib o'tiribdi hozir. Vaqti bilan bugun, erta 3 kun 4 kun ichida hammasi o'z joyiga boradi. Mana endi buni sekin olishadi bu tomondan. Yanchilgan avtomobilni endi olib bu tomonga taxlanadi, kerakli o'sha temirlar qismiga taxlanadi. Shunaqa gaplar. Mana shu avtomobillarning hammasini kuni endi shu holatga boradi, shunga boradi. Toki kimdir kerakli qismlarini olib olishi mumkin, sug'urib olishi mumkin. O'shandan keyin barchasini kuni qisqasi
barchasi o'sha nimadan o'tadi-da, o'sha bosim bilan bosadigan apparatdan o'tib oxirgi manzilini topadi. Mana bu joyi otini junkyard. Junkyard degani, ya'ni o'sha keraksiz bo'lgan narsalarni maydoni, kerakchilikdan chiqqan, ehtiyojdan chiqib bo'lgan avtomobillarni maydoni. O'sha avtomobillar mana o'sha nimadan chiqib bo'lgan, ehtiyojdan hech kim bularga endi ehtiyoj sezmaydi. Bular faqat temir bo'ladi, temir bo'lish qobiliyatiga ega xolos. O'shalar uchun joy. Mana bu yer o'sha kattaroq hajmdagi avtomobillar bo'lsa, bu tomonda mana Ford avtomobillari ekan. Undan keyin mana bu tomon importdan kelgan, boshqa davlatlardan kelgan. Endi eng katta ehtimollik bilan Yaponiyadan kelgan. Mana bu yerda Mitsubishini ko'rib turibmiz, Infiniti, Hyundai avtomobillari bo'lsa, bu tomonda mana o'sha sedanlar, Ford, General Motors. Mana bu tomondagilar, endi bularni har xil qismlarga ajratib qo'yishdan maqsad nima? Masalan, import deb yoki Ford deb yoki General Motors deb, u tomonda Mopar deb qo'yibdi, endi uni bilmadim, tushunmadim. Mana ekan, import deb qo'ygan. Maqsad endi kimdadir Ford mashinasi bo'lsa, avtomobili bo'lsa, unga qanaqadir detal detal kerak bo'ladigan bo'lsa, tezroq kelib, tezroq shu yerdan topishi mumkin. Shu maqsadda ajratib qo'yilgan bo'lsa kerak. Kimdadir import avtomobillar bo'ladigan bo'lsa, mana bunaqa Tundra, Toyota, Hyundai avtomobillar bo'ladigan bo'lsa, ular ham bu yerga tezroq kelib, tezroq topib, tezroq pulini to'lab, tezroq ketishi uchun mo'ljallangan bo'lsa kerak degan fikrdaman. Mana ko'rishimiz mumkin. Avtomobillarning xuddi ichagini, odam ichagini sug'urib tashlaganda avtomobillarning kerakli detallarni hammasini tashqariga sug'urib tashalgan. Sug'urib nima kerak bo'lsa olishingiz mumkin mana shu yerga kelib. Nima kerak bo'lsa, agar tushunsangiz, avtomobilga yaxshi tushunsangiz, qaysidir detal kerak bo'ladigan bo'lsa, kelib bemalol buni tortib, sug'urib olish mumkin. Mana shunaqa, mana bu yerda Mazda, Lexus, mana bu Xo'p, do'stlar, mana ekan ko'rdik. Juda ham ko'p avtomobillar bor. Amerikada ishlab chiqarilgan va chet eldan keltirilgan import avtomobillar bu tomonda. Hyundaidan tortib Toyota, Nissan, Kia hammasi bu tomonda ekan. Bu tomondagilar shu, mana ekan ko'rishimiz mumkin. Import deb yozib qo'yibdi, import qilingan. Ford, mana ekan Ford avtomobillari Amerikada ishlab chiqarilgan. Ular hammasi shu qismlarda yotishibdi endi. Va tepada General Motors. General Motors'ni ko'raylikmi yoki ko'rmaylikmi? Endi General Motors ko'rganimiz bilan o'sha nima deydi, o'shada endi bizdagi modellar bormikin, yo'qmikin? Malibu'ni eski modellari bo'lishi kerak. Yana qanaqadir turlari bo'lishi kerak. Balki orasida lekin nima ham bor ekan, importlar ham aralashib ketibdi. Mana Toyota'ni ko'rishimiz mumkin. Mana qarshimizda turgan qizil yonida turgan qanaqadir to'q qizil Toyota ekan, Nissan bor ekan, Volkswagen bor ekan. Qisqasi shunaqa mana. Mana bu tomonda odamlar ham ishlashyapti. Tomonlarni olishyapti, odamlar qismlarni bilan kerakli qismlarni olishyapti. Bu ham juda ham uzun, 1 2 3 4 5 6 7 qatorda bor ekan. Mana bu yerda o'sha Volkswagen'ning bir mashhur modelida endi bu. Juda qizlar, ayollar ayollarga yarashadigan chiroyli modellar. Ichlari terili ekan, teridan qilingan salonlari. Qachonlardir bular juda chiroyli avtomobil bo'lgan. Qachondir bu chiroyli avtomobil bo'lgan. Men e'tibor bersanglar ham avtomobilni ko'tarib qo'yishgan. Mana ekan Altima, Nissan Altima degan avtomobil. Bu tomonda yana nimadir bor. Bu tomondagi mana bu qanaqadir mashinaga o'xshayapti. Bu tomonda mana Mazda bor ekan. Mana bu tomonda ham Mazda bor ekan. Mana bu tomonda Toyota bor ekan. Aralashtirib tashlagan ekan, demak, bu yerda General Motors degani bilan aralashtirib qo'yilibdi. Har xil hamma turdan bor ekan avtomobillar. Mana Mazda 3,
Mazda 3 borlar, like bosib qo'yinglar videoga. Volkswagen mana bunaqa boshqa borlar, bular ham bosib qo'yinglar. Mana endi Audi bor ekan. Audi, Toyota avtomobillari bor ekan. Umuman olganda o'sha avtomobillar har bir turdan bor ekan. Har bir turdan mana Toyota'ning 1997-yilga yoki 98-yilgi versiyasi mana. Juda mashhur bo'lgan Toyota Camry. Juda Amerika Qo'shma Shtatlarida bir necha yil davomida ketma-ket bestseller, ya'ni eng ko'p sotiladigan avtomobil turi bo'lgan bu Toyota Camry. O'zi ham juda yaxshi avtomobil. Mana ekan bu yerda Kia turibdi. Mana bu yana xuddi o'sha Volkswagen avtomobili. Bir narsaga e'tibor bersanglar, mana hamma avtomobilni ko'tarib qo'yishgan. Men o'ylagandim-ki, shunchaki diskani qo'yib qo'yishibdi. Opasni emasmi deb o'ylagandim, lekin buni qotirib qo'ygan ekan svarka qilib. Tomonga svarka qilib, pastdagi maxsus qurilma qilishgan ekanda, diskalardan, keraksiz diskalardan shunaqa turish uchun qurilma qilingan ekan, maxsus qilingan hammasida. Agar shunchaki qo'yib qo'ysa, yiqilishi aniq, tushib ketishi, birorta odam bosib qolishi mumkin. Bu yerda javobgarlik bor ayniqsa. O'shaning uchun svarkalab, buni mustahkamlab bir-biriga qotirilgan ekan. Mana o'sha boyagi Volkswagendan yana bittasi. Ahvolini qarang, buni endi ahvoli o'sha bir ahvolda yotibdi. Bir ahvolda. Mana mayda Toyota Hybrid mana ekan. Gibridli Toyota Camry. Yili nechinchi yil ekan? Gibrid ekan. Toyota Camry juda ham yaxshi avtomobil. Hop, umuman olganda deydigan bo'lsak, mana ko'rishimiz mumkin. Umumiy holati mana avtomobil qabristonining umumiy holati. Juda ham ko'p avtomobillar bor. Oxirgi metalga aylanish marosimini kutib yotishibdi. Mana shu tomondagidan tortib, mana bu tomonda ko'rishimiz mumkin. Qanchalik darajada ko'rinyapti? Endi bilish qiyinroq, lekin iloji boricha mana shu eng baland ko'ra olganimiz mana shu holat bo'ladi. Sanab chiqish iloji yo'q endi bu yerda nechta avtomobil bor deb o'ylaysiz? Kommentariyalarda o'zingiz fikringizni yozingchi, nechta avtomobil bu yerda umumiy soni nechta bo'lishi mumkin? Umumiy ana xuddi o'laksalarning ustidan aylanadiganday mana ekan qushlar, o'laksavur qushlar ham aylanib yuribdi. Xuddi mana Afrikadagi o'lgan hayvonlarning ustidan aylanadigan qushga o'xshagan kalxatli deymizmi? Qanaqadir qushlar o'sha aylanib yuribdi, bir ramziy ma'noda o'liklarning ustidan aylanganday. Xo'p, mana shunaqa gaplar. Mana bu yerda bitta o'sha avtomobillarni kerakli detallarni sug'urish bilan shug'ullanadigan odam bilan ko'rishib qoldik. Mana bu kishi hozir trakka o'sha avtomobilni motorini sug'urib olyaptilar. Motorini sug'urib, texnika qilib qo'yilgan tayyor motorga sug'urish uchun motorni sug'orib, men gaplashishim bo'yicha hozir o'zlari bilan yana bir gaplashishga harakat qilamiz. Mana shu motorni olib boshqa tomonga qo'yilar ekan, yoki sotish yoki shunaqangi bir, menimcha doimiy qiladigan ishi, bu odamning qiladigan ishi mana shunaqa detallarni sug'urib sotish yoki savdosi bilan shug'ullanib, boshqalarni tuzatish, boshqa avtomobillarni tuzatish bilan shug'ullanar ekan. Hozir o'zi bilan gaplashishga harakat qilamiz. Okay. Good. Yeah, I know car line is yeah, I know car line is saying, yeah, you don't need a stuck in the back of the man. No, it ain't too bad. So bu avtomobilni qanday ish beradigan detallari bor? Nima deysiz? Bu avtomobilda qanday ishga yaraydigan detallar bor? Motori yaxshi. Siz hozir motorni olyapsizmi? Ha, shunday. Undan keyin nima qilasiz motorni? Sotsam kerak yoki boshqa avtomobilga qo'yamiz. Siz ustamisiz? Ha, shunday janob. Sizni o'zingizning ustaxonangiz bormi? Odamlar kelishadimi? Ha, shunaqa. Bu motorga qancha pul to'ladingiz yoki to'laysiz? Menimcha $400 atrofida to'lasam kerak.
Buni qanday qilib olib ketasiz? Ya'ni avtomobildan sug'urib olgandan keyin ishxonangizga qanday qilib olib borasiz? Men yuk tashiydigan tragimda olib boraman. Yana nima olsa bo'ladi bu avtomobildan? Qanaqa qismlarni olish mumkin? Hamma narsani olish mumkin. Rulini, radiatorini, konditsionerini, o'tirg'ichlarini, eshiklarini, hamma narsasini ishlatish mumkin. Hamma narsadan foydalanish mumkin, to'g'rimi? Ha, xuddi shunday. G'ildiraklari, hamma narsasini. Qachondan beri bu ish bilan shug'ullanasiz? O'ylashimcha 10 yil yoki undan ko'proq. Bu yaxshi daromad keltiradimi? Ya'ni shunaqa desa bo'ladi, yaxshi daromad keltiradi. Juda zo'r ish emas, lekin bo'ladi. Qora qozon qaynatsa bo'ladi. Ko'rib turibman, bu juda ham og'ir ish va doim ishlashga to'g'ri keladi, shundaymi? Xuddi shunday, janob. Bu yerga doim kelib turish kerak, qanaqa yangi avtomobillar kelganini ko'rish kerak va boshqa biror kishi olib ketishidan oldin kerakli detallarni sug'urib olish kerak. Demak, bu sohada ham raqobat bor. Ha, xuddi shunday, janob. Demak, kim bu yerga birinchi kelsa, o'sha eng yaxshi detallarni qo'lga kiritadi. Albatta shunday. Bu yerdagi ishlaydigan odamlar sizga telefon qilishadimi? Yangi avtomobillar keldi, kelib vaqtida olib keting, ulgurib qoling degan ma'noda? Yo'q, qo'ng'iroq qilishmaydi, lekin bularning veb-sayti bor. Veb-saytda qanaqa yangi avtomobillar, yangi qismlarga ega avtomobillar kelyapganini ko'rish mumkin. Mana shu Bryan College Station hududida nechta shunaqangi junkyard bor deb o'ylaysiz? 50 milya radiusda agar aytadigan bo'lsak, o'ylashimcha 6 ta atrofida shunaqa junkyardlar bor. 6 yoki 7 ta. Bu eng kattalardan birimi? Ha, xuddi shunday, janob. Bu juda ham qiziq. Mana bu avtomobil juda ham eskiga o'xshamaydi. Endi juda ham yangi emas, lekin juda ham eski emas, shundaymi? Ha, shunday. Bu 2007-yilgi model. 2007. O'ylashimcha bu ishlaydigan holatda kirishda men ko'rdim, juda ham ko'p ishga yaraydigan avtomobillarni ko'rdim. 2007-yil, 2012-yil, ba'zilari 2015-yilda ishlab chiqarilgan. Ularning hamma hujjatlari, hamma narsasi bormi? Ha, albatta hammasi bor. Demak, ularni sotib olish va shunchaki haydab ketish mumkinmi? Ha, siz uni sotib olishingiz mumkin va uni hujjatlarini siz nomingizga o'tkazib, ular sizga yuborishadi hujjatlarni. Ha, demak, buni sotib olib, hujjatlashtirgandan keyin uni haydab ketish mumkin, shundaymi? Ha, albatta shunday. Ha, rahmat janob, men bilan gaplashganingiz uchun. Bu narsa men uchun qanaqadir yangilik, bunaqa joyda birinchi marta bo'lishim. Ha, tushunarli. Men bu ikkinchisi, bugun olgan motorlarimning ikkinchisi va mana bu tomondagi yana ko'zlab qo'yganim bor. Demak, men buni ham ko'zlab turibsiz, shundaymi? Ha, shunday janob. Siz yakka o'zingiz ishlaysizmi? Ha, shunday janob. Men bu qurilma bilan siz motorlarni sug'urib olasiz, bu sizga yordam beradi, shundaymi? Ha, shunday. Bu motorning og'irligi qancha? Nazarimda 350-400 kilo atrofida bo'ladi. Ya'ni 700 yoki 800 funt og'irlikda. Ha, demak bu qurilma 1000 funtgacha demak ko'tara oladi. Ha, shunday. Omad sizga janob. Men bilan gaplashganingiz uchun rahmat. Sizga ham rahmat. Mana o'sha joyga kirishdagi kiraverishda eshikning oldida BYOT, ya'ni Bring Your Own Tools degan joyga kirishda ko'p qo'yilgan traklar bor ekan. Mana 3195 Ford, Ram, Dodge Ram 4495, 4500. Mana 8995 ekan. Bu 2002-yilda chiqqan Ford ekan. Ford F250 degan modeli. 8995, 8900 nima uchundir qimmatroq ekan. Nima uchun bilmadim. Ichkariga kirsangiz ko'proq avtomobillar bor deb yozib qo'yibdi. Silverado, Ford General Motors mana 5000 dollar ekan. 2013-yilda chiqqan ekan. 2013-yilda chiqqan $5000. Bu Lexus mana ekan, Lexus yili ko'rinmayapti, yili 2010-yil ekan. 4595, 4600 dollar ekan. 4600 dollar Lexus va bu yerda Ford bor ekan. Mana Ford 6000 dollar mana. Ya'ni 2012-yildagi 2012-yil Ford Explorer 200,000 mil yurgan ekan. Qisqasi 6000 dollar, 5 dollar kam 6000 dollar. Mana bu 3600 dollar mana ekan Nissan 2010-yilda chiqqan Cube.
100 ming mil yurgan ekan. 160 ming, 165 ming atrofida kilometrda yurgan ekan. 3600 bo'ldi. Yana shu yerda mana avto we buy any biz har qanaqangi avtomobil sotib olamiz. Yurayotgan yoki yurmayotgan bu yozib qo'yishdi. Har qanaqangi avtomobil sotib oladilar. Metallolom hisobidan endi o'zini o'lchash birligi bor, qanaqadir baholash tizimi bor, o'sha baholash sotib olishadi. Mana bugungi videoni ko'rdik. O'sha bugungi videomiz Amerika Qo'shma Shtatlari Texas shtatidagi Bryan degan shaharchadagi shaqangi jankyard, ya'ni xizmatini o'tab bo'lgan avtomobillarning maydonlaridan biri. Bunaqa maydonlardan menimcha adashmasam 3 ta 4 ta bo'lsa kerak. Mana shu shaharchaning o'zida, Texasning o'zida juda ham ko'p bo'lish kerak. Butun Amerika bo'yicha nechtaligini endi internetdan qarab ko'rish mumkin. Internetdan qarab ko'ringlar. Agar xohish shu ma'lumotga ehtiyoj, xohish bo'ladigan bo'lsa. Lekin bittasi ko'rish menga o'zi yetarli bo'ldi. Mana shunaqangi qiziqarli, agar qiziqarli video qiziqarli bo'lgan bo'lsa, like bosish orqali boshqalarga ham yetib borishiga yordam beringlar. O'z fikrlaringizni kommentariyalarda qoldirishni esdan chiqarmanglar. Va asosiysi o'sha avtomobilga qiziqadigan, shunaqangi eskirgan avtomobillarni qayta tiklashga yoki umuman avtomobilga qiziqadigan tanishlaringizga yuborib qo'ying. Keyingi videolarimizni bundan ham qiziqarli qilishga harakat qilamiz. Yana ham qiziqarli bo'lish uchun, qo'llab-quvvatlash uchun tomosha qilishda davom eting. Keyingi videolarda ko'rishguncha